Shu videoga hozirdan bitta like bosib qo'ygan insonlarga Allohim 2026-yilda mana shunaqa go'zal uylardan nasib qilsin. Assalomu alaykum hammanglarga. Men sizlarga ikkita bir xil qurilgan Toshkent shahri Sergeli tumanida Ada Hotel Bitonkadan nechinchi massiv bo'lardi bu? 4-5 massiv oralig'ida Ada Hotel yonidan kirib kelganda juda ham chiroyli go'zal mahallada o'zimizda qurgan ikkita chiroyli uyni ko'rsataman. Har bir meni obunachimga shu videoni ko'rayotgan har bir insonning yaqinlariga ham kamida shunaqa xonadonlar nasib qilsa, kommentariyada duo qilib yozib yuborgan har bir insonga. Xo'p, ikkita bir xil xonadon 100% bitirilgan, yaxshi mahsulotlar ishlatilgan, keng xonalari bor, 6 ta xonasi bor, alohida podvoli, alohida keng kattagina oshxonalari bor. Bularni barchasini hozir ko'rsataman. Bitta like bosishga va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosishga ulgurasiz. Men 2026-yil tugagunga qadar 31-dekabrgacha 100 ming obunachi bo'lishni maqsad qilganman. Siz ham uy joyingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarini reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolaman. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelishingiz bilan shunaqa 2 qavatli katta uy binosi sizni kutib oladi. Kirishingiz bilan ishdan kelsangiz charchoqlaringiz chiqib ketadi. Bir problema bilan kelsangiz, oilangiz ichkarida keyin ovqat qotgan bo'ladilar yoki farzandlaringiz o'ynab yurgan bo'ladi. Hamma nima deydi, asab buzarliklar chiqib ketadigan ho'li. Bu yerga bemalol bitta mashinangiz sig'adi. Kattagina mashinangiz bemalol sig'adi. Zinalari ham ko'ryapsizlar, 1 metrlik zinalar emas. Katta zinalari bor, keng maza joylar. Bu mana zeleniy zonalari yaxshi archalar ekib qo'yganmiz. O'zimizga tegishli bu uylar bemalol pastdagi nomerim, o'zimning nomerim, tepadagi ham o'zimning, nimaga hayron qolmanglar, chunki o'zim sotaman, o'zimizniki amaki-ochilar bilan birga qurganmiz. Mana bu tomonda podvoli joylashgan. Oshxonani tagi podvol, faqat 100% emas, faqat oshxonani tagi podvol. Bu tarafda tashqari uchun hojatxonalari ichlarigacha mana bitgan, hamma o'sha unitazlari qo'yib qo'yilgan. Alikopon, tunikofonlari bitgan. Ko'ryapsizlar, chiroqlari ham bor. Uy 100% dokumentlari tayyor, mana счетчиklarigacha qo'yilgan. Kadastrga bog'langan. Ikkita uy bo'lsa, yerini ko'pchilik bo'lmasdan sotib ketadi. Bu yerda yerlari ham bo'lingan. Xo'p, davom etamiz. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Akfa romlari, yaxshi sifatli romlar, lustralar qo'yilgan. Kattagina bitta hol bor. TV zonalarigacha qo'yilgan. 100% topli pol o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga chiqish zinalari undan oldin bo'lsa, o'ng tarafda mana oshxona qismimiz joylashgan. Bu ayollar xonasi. Bu yerda keng mazza qilib bu yerda taomlarni tayyorlasangiz bo'ladi. Gazlarigacha olib kirib qo'yilgan. Hamma narsasi tayyor, lustralari qo'yilgan. Xo'p, davom etamiz. Bu tarafda sanuzel joylashgan, birinchi qavat uchun barcha texnikalari bor. Xo'p. Bu yerda birinchi qavat uchun zal. Ko'ryapsizlarmi zalning kengligini 2 sotuvga unumli foydalanilgan kattagina xonalar, 6 ta xonasi bor, lustralari, televizorlari, hattoki mana bu yerda polkalariga ham o'sha chiroqlari ham bor. Zo'r. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Oshxona, zal va bu yerda hol bor. Bu tarafda mana master spanning remontlari zo'r, lustralari bor. Orqa holi bor, orqa tarafda orqa holning ham kengligini ko'ryapsizlar, 2,5 metr kengligi ham, salkam havo aylanishlari zo'r. Bu tarafda o'zini ichkarida sanuzeli dushovoylari joylashgan. Kafillarni ham did bilan katta kafillar tanlangan. Xo'p, eshiklari baxmat qo'yilgan. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar o'zim javob beraman. Bu xonadonni ham o'zimiz kelsanglar emas, obunachilarimga chiroyli narxlarda qilib beraman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib, kommentariyada menga ham shunaqa uylar nasib qilsin deb yozgan har bir obunachimga, shu videoni ko'rayotgan insonlarga shunaqa uylar, bundan zo'r uylar nasib qilsin. Ko'ryapsizlarmi lustralarni? Lustralari, hamma xonaning lustralari bor. Ikkinchi qavatda birinchi yotoqxonasi. Xohlasangiz ofis qilib olasiz. E'tibor beramiz, har bir xonaga konditsioner uchun simlar tashab ketilgan. Bu yerda mana birinchi qavat, o'zingiz hovlingiz ko'rinib turadi. O'zingiz hovlingiz, mahalla poni 2 etajli chiroyli mahalla. Eng qizig'i o'rtoqlar. Bu tupik ko'cha. Sizniki bo'ladi. Faqat shu ikkita xonadonniki bo'ladi, boshqa hech kim bo'lmaydi bu yerda. Bemalol ko'chaga ham mashinalaringizni qo'ysangiz bo'ladi. To'klari, ko'ryapsizlar, hamma to'klari. Xo'p. Bu yerda mana birinchi qavat tigi bilan bir xil master spanli joylashgan, o'zini sanuzellariga ega.
Orqa hovliga qaragan romlari ham bor. Ketdik, davom etamiz. Havo aylanishlari zo'r. Ikkinchi etaj umumiy sanuzel joylashgan. Kafillariga, remontlariga e'tibor bering. Bu tarafda ham yana bitta yotoqxona bor. Xo'p, va 4-xonamiz. Tepada 4 ta, pastda 2 ta alohida oshxona. Umumiy 6 ta xonasi bor, oshxonasi podvali bor. Bu zal. Lustrasiga e'tibor beringlar, chiroyli, zo'r lustralar qo'yilgan, TV zonalariga ega va o'zingizlarning hovlilariga qarang, kattagina romlari bor. Ushbu chiroyli xonadonimizning narxi $170 ming so'rayapmiz. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman. Siz uy joy sotmoqchi bo'lsangiz ham shu nomerlarga telefon qiling, o'zim javob berib, bor chiroyli qilib arzon qilib sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Bu xonadonimiz Toshkent shahri Sergeli tumanida joylashgan. Ada Hotel yonidan, massivdagi Ada Hotel yonidan o'ng taraf bilan kirib kelasiz. Katta chiroyli mahalla tushgan, ana shu mahallada joylashgan, 2 sotuvga joylashgan ushbu xonadonimiz $170 ming to'layapmiz. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Ikkalasini olsanglar, yana ham chiroyli qilib beramiz, chunki aka-ukalar bor, aka-singillar bor, bitta joydan olaylik deydiganlar bor. Bemalol qilib beramiz. Ikkita bir xil, hamma narsasi bir xil, remontlarigacha bir xil qilingan. Har biringizga shunaqa xonadonlar nasib qilsa, Allohdan so'raylar. Alloh g'oyibidan yetkazsa, hayron bo'lib qolasizlar, qayerdan kelib qoldi ekan deb. Demak, keyingi boshpanalarda shunaqa chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.